Navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Darsimiz davomida ODO-ORM bilan tanishamiz. Ya'ni Auto Object Mapping deyiladi o'zi, misol uchun yoyib gapirganda. Bu instrument bizga ma'lumotlar ombori bilan ishlashga yordam beradi. Ya'ni ma'lumotlar omboriga ma'lumotlar qo'shish, ulardan o'qib olish, o'chirish, yangilash imkoniyatlarini ORM bizga juda ham qulay tarzda taqdim etadi. Va Odo'da mana shu narsa chiroyli shakllantirilgan. Xo'p. Har bitta tizimlarni asosi o'z ma'lumot hisoblanadi va ma'lumotlarni boshqaruv ham ancha muhim hisoblanadi. Agar siz ma'lumotlar ombori haqida ma'lumotingiz bo'lmasa, descriptionda turgan havola orqali bemalol tanishib olishingiz mumkin. Xo'p, qani ketdik. Bo'lmasa amaliyotda ODO-ORM bilan tanishamiz. To-do appimiz uchun, ya'ni To-do dasturimiz, vazifalar boshqarish uchun yasaydigan dasturimiz uchun model yasab ko'ramiz. Xo'p. Model yasashda men o'zim kichkinagina anaqa qilib qo'yganman. Misol uchun tayyorgarlik deganda xo'p, bular kerak emas. Biz tasklar, ya'ni vazifalar boshqaruv dasturimiz uchun vazifa nomi va vazifani bajarildi, bajarilmadi shuni belgilaydigan ikkitagina imkoniyati bor dastur tuzamiz hozir. Va bu dasturimizni ma'lumotini saqlashimiz uchun hozir jadval kerak bo'ladi. Ya'ni hozirgi vazifa nomi nima va bu vazifa bajarildi, bajarilmadimi? Shu ma'lumotlar. Shu ikkita ma'lumotni saqlaydigan biz jadval shakllantiramiz. Jadvalimiz shu model yordamida hosil qilamiz. Model yozib olamiz. Xo'p. Bizga mana o'zi, misol uchun intellekt tizimi bizga juda ham qulay aniq berdi. Imkoniyat berdi. Hozir menimcha sodda ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Xo'p. Nomi bajarilmaganligi haqida ma'lumotlar yozdik va biz model hosil qildik. Endi modelimizning nomi To-do, ya'ni To-do applicationimiz uchun To-do degan model bo'ldi. Yoki To-do'ning ichida task deb nomlasak bo'ladi. To-do qilish kerak, task vazifa degan ma'noda. Xo'p. Task. Xo'p, tasklarni mana shu modelda hosil qilamiz. Endi bundan keyin biz modelni hosil qilganimizdan keyin mana shu model faylimiz registratsiya qilinganmi yo'qmi buni tekshira olamiz. Ya'ni Odo bu faylni taniydimi yo'qmi? Bu standart model faylini Odo taniydi. O'zi uchun registratsiya qilib qo'ygan. Buni xavotirlamasak ham bo'ladi. Endi navbat mana shu modelimizni Odo sistemasi tanishi uchun hozir biz birlikda amalni bajaramiz. Yangiladim va bizda warning chiqdi. The models to-do task have no access rules in module to-do. Xullas, mana shu to-do modulimiz uchun yozilgan task modelimiz security fayllarida hech narsa ko'rsatilmaganligi uchun, ya'ni kimga ruxsat bor, kimga ruxsat yo'qligi haqida ma'lumot berilmaganligi uchun bizga Odo o'zi rekomendatsiya beryapti. Bu haqida ma'lumot bermagan. Hozir ishlatsangiz, baribir misol uchun ko'rinmaydi degan ma'noda signal berib qo'yapti. Biz bundan foydalansak bo'ladi. Shablon sifatida olamiz deb qo'yamiz shuni. Misol uchun menda model nomlari, misol uchun nomi, model ID'si, mana bu model ID'si hisoblanadi, gruppasi misol uchun. Ya'ni ID mana bu bo'layotgan ekan. Hozir security recordimizning ID'si to-do access to-do task, modelning ID'si mana bu narsa model ID bo'lar ekan. Mana bu yoqda name sifatida misol uchun tasklarni ranglarga qarab ajratsak bo'ladi. Va men buni hamma uchun ruxsat bor sifatida belgilab qo'yaman. Hozircha kimga ruxsat bor, kimga yo'q, qaysi gruppa degan narsalar haqida o'ylamaymiz. Bu haqida ham darslarimiz bor va o'sha darslarda chuqurroq kiramiz bu mavzularga.
Hozircha biz user interface, ya'ni foydalanuvchi tomon bilan va backend qismida modellar bilan, databazeda ma'lumot almashinuvi bilan ozroq eksperiment qilamiz. Xo'p, model security faylni yozib qo'ydim. Security faylimiz adashmasam bu yoqda register qilingan yoki register qilinmagan ekan, komment olibdi. Mana yozib qo'ydim. Bu ham security papkasini ichida nima bo'ldi? ER model access CSV faylini ro'yxatga oldik hozir manifest ichida. Ro'yxatga olingan narsalar Odo sezadi va bizga kutganimizdek natija berishga yordam beradi. Xo'p, yana yangilayman. Misol uchun cancel qilib qilsam yangilanishlar bo'ladi. Xo'p. Va boya kategoriyani berishda, bundan oldingi darsimizda productivity kategoriyasiga qo'yish uchun uni ID'sini bergan edik. Men bir qarab ko'rdim, adashgan joyim bo'lgan ekan. ID'sini emas, nomini berganmiz, bizga to'g'ri bo'lar ekan. Ya'ni productivity degan ma'noda. Xo'p. Endi navbat tekshirishga modelimiz o'rnatildimi, yo'qmi tekshirishimiz uchun localhost 77 port bilan 877-port bilan biz bemalol kirsak bo'ladi. Odoni shunaqa infrastrukturasi borki, bizga juda ham qulayliklar beradi. Hozir men tekshirishim uchun mana bu yerdan tekshirsam bo'ladi. Odoga ro'yxatga olindimi yo'qmi? Debug qilib, misol uchun bir yozsam, men developer rejimda ishga tushiraman loyihani. Agar bunday qilmasam, developer, ya'ni men bu ikkita narsalarni ko'ra olmayman. Texnikal, misol uchun menyusini ko'ra olmayman. Texnikalni bu menyuga kirishim uchun debug rejimini yoqib qo'ydim. Ya'ni dasturchi uchun kerak bo'lgan instrumentlarni ro'yxatdan ko'rish maqsadida yoqib qo'ydim. Endi modellarga kiramiz. Modellarning ichida qidirib ko'rsak bo'ladi. To do tasks deb, misol uchun to do task. Mana bizning modelimiz bor. Modelda biz ikkita field, ya'ni ikkita maydon yozgan edik. Ikkita maydon. Bizda bu ikkita maydon name va is done degan maydonlar edi. Nomi va bajarilmaganlik haqida ma'lumotlar edi. Ko'rib turganimizdek, bu yoqda ikkitadan ko'p maydonlar bor. Qolganlarning hammasini Odo o'zi standart holatda bizga yaratib beradi. Qulaylik maqsadida. Misol uchun kim yaratdi rekordni? Ya'ni hozir biz shu modelni ishga tushirganimizda user interface paydo bo'lganda ma'lumot qo'shish joyini qo'ysak, foydalanuvchilar ko'p bo'lsa, har xil foydalanuvchilar bo'ladigan bo'lsa, tizimimizda qaysidir foydalanuvchi to do uchun, modul uchun qanaqa task yaratsa, mana shu task kim yaratganligini Odo o'zi avtomatik tarzda registratsiya qilib ketadi. Mana bu fieldning ichida create UID field ichida, maydonning ichida o'sha rekordni yaratgan, ma'lumotni yaratgan o'sha taskni desak ham bo'ladi. Insonni ID'si yoziladi, qachon yaratilgani haqida ma'lumotlar bo'ladi, display name'da va write UID edit qilganda kim yangiladi bu ma'lumotni va qachon yangiladi. Shu ma'lumotlar bizda standart holatda bo'ladi. Boshqa qanaqadir frameworklarga o'xshatadigan bo'lsak, bu frameworklarda ko'pida biz o'zimiz qo'lda shakllantirar edik bu ma'lumotlarni. Xo'p. Model ochdim. Modelga borligini tekshirdik, tasdiqladik. Xo'p, bu model bilan endi bir ikkita eksperiment qilib ko'ramiz. Misol uchun men hozir modelga UI dan turib, user interface dan turib, menu yaratsam bo'ladi. Mana shu modelga kirdim. Ichidan hozir men menu yarataman. Menu nomi vazifalar. Va bu menu qayerda turadi? Men misol uchun hech qaysiga belgilamayman. Hozir belgilamasak ham bo'lmas ekanda bunga. Qani Xo'p, menyuga bunga hozircha tekshirishga setting ichiga qo'yib qo'yamiz, mayli.
keyin o'zgartirish imkoniyatlarini ko'ramiz. Settingga create qildim. Men menyuni aniqsam, sahifani refresh qilsam, bu yerda hozir vazifalar degan menyu paydo bo'ldi bizda. Bu vazifalar bizga Odo'da shunaqa zo'r imkoniyatlari bor. Standart holatda forma yaratib beradi, bizga standart holatda tree view yaratib beradi. Ya'ni ro'yxatlarni shakllantirishga, ro'yxat databasedagi ma'lumotlarni ro'yxatdan ko'rishimiz uchun list view qilib beradi. Aynan bittasini ochib ko'rishimiz uchun single view ni ham yasab beradi, demak. Misol uchun yaratishga ma'lumot qo'shishimiz uchun biz bunga modelga description deb nom berganmiz. Description degan maydonimizga description degan nom bergan ekanmiz va mana shu hisobdan description deb bizga ma'lumot beryapti. Endi xo'p, Odo'da ORM bilan tanishish. Hoppa, misol uchun vazifa qo'shdik. Vazifalarimiz ro'yxatda ko'rindi mana. Odo ORM bilan tanishish. Agar buni bajarildi deb belgilasak, o'sha bajarilganligini saqlab qo'ysak, bajarilganligi haqida ham ma'lumot turadi. Va juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Buni hali o'zgartirib tashlasak bo'ladi, qo'shsak bo'ladi. Hozircha bizga bitta model bilan ishlash imkoniyati yetarli bo'ladi. Endi agar biz Odo modelini imkoniyatlarini chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsak, sizlarga manba sifatida dokumentatsiyani o'zim tavsiya qilaman. Odo misol uchun docs 16 16-versiyani o'rganamiz. Hali bu bo'yicha ham bitta tavsiyalar, maslahatlar, ma'lumotlar beraman. Nima uchun biz Odo 16 ni o'rganamiz, nima uchun 17 emas, nima uchun 18 emas. Bu haqida ham hali gaplashib ko'ramiz. Xo'p. ORM API strukturasi va imkoniyatlari haqida bu yerda ma'lumotlar berilgan. Xo'p. Field type, name, default value'lar, ko'p ma'lumotlarni shundan olsak bo'ladi. Buni men descriptionda video ostida tashlab qo'yaman, misol uchun qo'shib qo'yaman. Links text qilib. Xudo xolasa bu loyihani ham GitHub qo'yib qo'yaman. GitHub linkidan ham bemalol olib o'ynaqsaga bo'ladi. ORM bilan tanishib chiqish uchun juda ham yaxshi manba. Agar chuqurroq o'rganamisak, shu yerda ma'lumot olsak bo'ladi. Davom etamiz. Endi ma'lumotlar ombori ORMda yana qanaqadir eksperimentlar qilsak bo'ladi. Misol uchun ikkita modelni bir-biriga bog'lasak bo'ladi. Yo'qsa fieldlarni aniq qilsa bo'ladi. Misol uchun bog'lanishlarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Va compute field degan narsa bor Odo'da. Va Odo'da onChange degan narsa bor. Compute field, dependlar, onChange'lar juda ham zo'r funksiyalari bor, instrumentlari bor. Ularni xudo xolasa keyingi darslarimizda user interface bilan ishlayotganda tanishganimiz bizga yaxshiroq bo'ladi. Vizualni ko'rishimiz osonroq bo'ladi. Bugungi darsimizga yetarli ma'lumotlar bilan tanishdik. Odo'da model yaratdik va bu modelimizga misol uchun ko'rdagi qayerda yaratilgan, qanaqa maydonlar bo'lganligini va bu maydonlarni misol uchun vazifalar bilan tanishdik. Modelimiz uchun menyu hosil qildik. Xudo xolasa keyingi darsimizda modelimiz uchun mana bu oynani qanday qilib tahrirlashni ko'ramiz. Misol uchun chiroyli qilishni, mana bu oynani ro'yxatimiz. Hozir bizda imkoniyatlari kamroq. Usullarni ko'paytirsak bo'ladi. Yana qanaqadir funksiyallarni qo'shsak bo'ladi. Xudo xolasa user interface bilan ishlayotganda bular bilan tanishib ketamiz. Va ORM bilan hozirgi darsimizda tanishgan ma'lumotlarimiz ORMning oxiri emas, boshlanishi. Darslarimiz davomida kuchaytirib, xohlasa ORM bilan tanishamiz. Bu hali dengizdan tomchi degandek qisqagina ma'lumot.
Xo'p. Hammaga rahmat. Bugungi darsimiz uchun yetarli bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.